Videongiz uchun tekin subtitr ilovasini qidiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardim. Unda biz videoni boshladik. Tekin subtitr ilovasi bu Editus ilovasi bo'lib, bu ilovaga kirib olasiz va plus tugmasini bosgan holatda galereya tugmasini bosasiz. Misol uchun bu rasmni tanlaysiz va bu yerda caption degan bo'lim bor. Bu yerdan uslubni tanlab, keyin generate caption tugmasini bosgan holatda ozgina kutib, bemalol subtitr qo'shishingiz mumkin. Bu edit ilovasi boshqa edit qilish uchun ham, videolaringizni edit qilish uchun ham tekin ilova bo'lib, bemalol CapCutdan ko'ra yaxshiroq deb o'ylayman. CapCutda chunki haligi belgisi chiqib qoladi-ku, CapCutda. Menimcha bu edit ilovasi CapCutdan yaxshi bo'lsa kerak. Captionda ham o'sha subtitrda, ya'ni sizning ovozingiz to'g'ri chiqadi. O'sha nima desangiz, imlolari ham to'g'ri bo'ladi. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu ilovani agar topa olmasangiz, men o'zimni Telegramimni qoldiraman, mana bu yerda chiqadi. O'sha Telegram kanalimga kirib, bemalol o'shani topishingiz mumkin. Linkini yozib qo'yaman. Xayr, salomat bo'ling.